Damas mashinamizga sportivniy trassaga berdik akalar. Hozir ko'rsatamiz. Oldi qismiga rezonator qo'yganmiz sportivniy va rezonatordan keyin glyushitr qo'yganmiz. Sportivniy glyushitr chiqib ketishi 51 diametr nejavikaga qo'yib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Chulak ustidan o'tkazganmiz, tegib qolmaydi. Akkuratlik qo'yilgan. Tortishiga ham ancha foydasi bor. Hozir bir ovozlarni eshittirib ko'rsatamiz. Yo'lning ko'rinishi. Gaz bering. Zo'r. Sizga shunaqa xizmatlarimiz keraksa, telefon qo'yishlaringiz, ishlaringizni bajarib beramiz. Hozirgi kunda mana shu xizmatimiz 950 ming so'mga bitta akalar.